Jannatiylar ham pushaymon bo'lar ekan, birodarlar. Jannatiylar nimaga pushaymon bo'ladi? Jannatga kirib oldi-yu. Demak, hayoti zo'r bo'lgan u. Nimadan pushaymon bo'ladi ular? Allohni zikrisiz o'tkazgan soatlariga. Mana bugungi kunimiz o'tdi. Necha marta subhanalloh, astag'firulloh, Allohu akbar dedik. Yo demadik. O'tdi. Aytsak ham o'tdi, aytmasak ham o'tdi. Jannatiylar Allohning zikridan tili to'xtab qolganligini eslashib o'zlari pushaymon yashadi. Ey mo'minlar, na moli dunyolaringiz va na bolalaringiz sizlarni Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Qarang. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum avladukum an zikrillah. Allohning zikridan bizni to'sadigan narsaning ikkita ekanligini Alloh taolo aytayapti. Nima ekan u? Moli dunyo va farzandlar. Ko'chada tijorat bilan olamiz, uyga kelganda farzand